Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli, barchangizga xayrli kech. Sog'misizlar, omonmisizlar, salomatmisizlar, tanijoninglar, sog'mi, omonmi, musofirda yurgan akalarim, opalarim, sizlarga ham assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ahli, hurmatli meni yaqinlarim, bilasizlarmi, hozir bu gaplarni gapirmay o'tib ketishim ham mumkin edi. Lekin bir ayrim bir dedi mish-mish ig'volarga tayangan holda, bilasizlarmi, gapirib o'tib ketmasam bo'lmaydi-da. Men shunaqa mish-mishlar eshitib qoldim, что men, оказывается, endi anavi erkak kishi gapirgani yetmagan, endi bir ikkita ayollar ham mish-mish qilishyapti-da, что haqiqatdan ham qizimni, farzandimni, Bibisora qizimiz zonada ikki qat bo'lib va O'zbekistonga kelib tuqqan, ya'ni ozodlikka chiqib tuqqan zonada ikki qat bo'lgan va Volyada tuqqan deb shunaqa gap so'zlar qilishyapti ekan. Hurmatli YouTube ahli, hurmatli yaqinlarim, bilasizlarmi nima? Men 2016-yili освобождениyaga chiqqanman, ya'ni ozodlikka chiqqanman. 2016-yili ozodlikka chiqqan bo'lsam, men axloq tuzatish ishlariga chiqqanman. Atiyim bor edi. 1 yil 8 oy atiyim bor edi. Undan normalniy ishlaganim uchun menga 72 ni qo'llab turib, sudya shunday ozod qilib yuborgan, ozgina obodonlashtirishda ishlaganimdan keyin va shu paytda Bibisora qizni dadasi bilan tanishib qolganmiz. U paytda Bibisora qizni dadasi Rossiyada bo'lgan. Va keyin bu yerda nikoh, как положено, nikohlarni o'qitganimizdan keyin ketgan, u ketgan, orqasidan meni chaqirgan. Toshkent Vnukovada meni kutib olgan. Toshkent Vnukovada kutib olgan va shu yerda yashashni boshlaganmiz, ishlashni boshlaganman. Keyin shundan keyin Allohim menga 18 yil deganda farzand bergan va men 2018-yili mart oyida kelib, mart oyida kelib 12 avgust kuni shu Bibisora qizimni dunyoga keltirganman. Allohim menga shiringina qiz bergan. Alhamdulillah. Robbimga hamdu sanolar bo'lsin. Va yana bir ikkita narsalar, uni уже ko'zi ochiq, so'kinadi. Yo'q. Meni qizim. Men aqlimni topganimdan keyin suralarni o'rgangan bo'lsam, meni qizim уже 4-5 yoshidagina 5 ta surani o'rgandi. Alhamdulillah. Allohimga hamdu sanolar bo'lsin, Robbimga hamdu sanolar bo'lsin. Meni qizim уже 5 ta 6 ta surani biladi. Da hozir sizlar bir ikkitalar gapirishinglar mumkin. Voy, 6 yosh, 5 yosh, 6 yoshida 5-6 ta sura. Bilmaganlar ham qancha? Bizi yoshimizda bilmaganlar qancha? Duo qiling desa, ilohomin deydi, shunday duo qilib qo'yadi, qo'lini shunday duo qilib qo'yadi, amin qilib qo'yadi, bo'ldi. Ayta olmayotganlar qancha? Bilasizlarmi, meni qizim dasturxonda o'rnidan turganda haligi yoshligida anaqa o'rgatishadi-ku. Amin, dasturxonda non bo'lsin, qozon to'la yog' bo'lsin, umrimiz, ota-onamiz sog' bo'lsin, umrimiz uzoq bo'lsin. Yo'q. Meni qizim shunaqa qilardi. 3 yoshligida shunaqa o'rgangan edi. Endi kimlardandir o'rgangan, endi kimligini aytdim-man. Mana shu ishlagan paytimda, ishdan kech qolib ketgan paytimda, shu mahallamda juda ham bir yaxshi xonadon bor. Shu yaxshi xonadonda, mahallamiz hammasi xonadonda, Xudoga shukr, hammasi namozxon. Alhamdulillah. Zo'r xonadonim, hammasi 5 vaqt namozni kanda qilmaydi mahallam. Hammasi og'zida ilmli, hammasi nima? 5 vaqt namozlar o'qiydi, hammasi. Alloh Xudo deganlar. Ashi bitta insonga falonchixon qarab turinglar, falonchi bey qarab turinglar deb kech kelardim ishdan. Ashi bechoralar o'rgatardi shunaqa suralarni. Yo'q, duolardi. Suralarni bo'lsa o'zim o'rgatganman. Shu ota-onamiz sog' bo'lsin surasini shulardan o'rgangan ekan 3 yoshligida. Hozir bo'lsa juda ham chiroyli duolar qiladi. Xudoyimga shukr, Allohga shukr. Bu gaplarim bilan nima demoqchiman? Hurmatli YouTube ahli, hurmatli yaqinlarim. Bilasizlarmi? Kecha ilgari kuni eshitib oldimda, palagi toza daraxtni, mevali daraxtga tosh otilar ekan. Bundan chiqdi, meni palagim toza ekan.
Men yaxshi meva ekanman, daraxt ekanman, tosh otishyapti ekan. Tosh otish, tosh bilan qo'shib dollarlar ham otish juda yaxshi bo'ladi. Yo, lekin dollardan yaxshi narsa otishyapsan. Ota-bobolarimiz bir paytlar, bir zamonlar pul berib g'iybat qildirishar ekan. Gunohim to'kilsin deb. Hozir pul berishni ham keragi yo'q, o'zlari shunaqa gunohlarimizni to'kib qo'yapti. Pokizaxon opalarim, akalarim. Bilasizlarmi nima? Pokizaxon opalarim. Ijtimoiy tarmoqda, ya'ni Telegramda yurgan opalarim, tog'alarim, xolajonlarim. Ras urushdinglarmi? Ras boshqa qildinglarmi? Birovlarni oraga tiqmanglar. O'zinglar urushaveringlar. O'zinglar gapirib olaveringlar. Meni oraga qismanglar. Men o'zim uchun javob berib olaman. Men bugun urushsam, ertaga yarashib olaman yoki bugun urushsam men o'zim bemalol mana basharamni ko'rsatib bemalol ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqib gapirishga, unga atvet qilishga 100% javob beraman, aqlim yetadi. Va YouTube'larga ham va shu Telegram kanallariga ham bittasidan bloklab qo'ysa, ikkinchidan kirib 100% javob beraman. Baqir-chaqir qilaman, so'kinaman, boshqa qilaman. Men o'ylayman, uni chatida juda yaxshi bilyapsizlar. Eshitasizlar, ko'rasizlar. Uni chatida mendan boshqa ayol bunaqa so'kina olmaydi. Duxi ham yetmaydi, aqli ham yetmaydi. Bunaqa qilib so'kkani. Endi gaz berayotgan opajonlarim, asallarim. Onanib ketaysizlardan. Sizlarga kerakmi? Пожалуйста. Chati ochiq. Men sizlarni boqib qo'ygan alaboy itinglar emasman. Yana qayta aytaman. Men sizlarni alaboy itinglar emasman. Goh desanglar borib tishlagani. Men o'zim uchun javob beraman. O'zim anaqamga u meni so'kyaptimi? Men unga qarata javob bera olishga 100% javob berishga aqlim ham yetadi, duxim ham yetadi. Voy, ertaga biz olib chiqib. Voy, bizni gapir. Пожалуйста. Nimam qoldi gapirmagan? Nimam qoldi? Kimdan qo'rqaman? Meni birovdan tilim qisiq joyi yo'q. Men qo'rqaman. Sizlar qo'rqyapsizlarmi? Kirmanglar. Sizlar duxinglar yetmayaptimi? Men sizlar uchun nafas olmayman. Sizlarni gapinglarga kirib men palonchi deb so'kmayman. Chunki u men zaykatsa qilib Nilufar yoki Iroshga taxallusim. Nilufar yoki Iroshga sen manaqasan deb meni yuzimga gapirmayapti, sizlarni gapiryapti. Meni voshim gapirgan yo'q u yerda. Sizlarga urush janjal kerakmi? Пожалуйста. Men urushkim kelmayapti hech kim bilan. Menga tinchlik kerak. Nimaga tinchlik kerak bilasizlarmi? Men bu mavzulardan sakrab o'rganman. Qanday sakrab o'rganman? Hali bir ikkita aytdi, "Voy, nimaga chiqish qilmay qo'ydingiz? Nimaga Botir Qodirov anaqa mavzusini olib chiqmayapsiz? Nimaga Botir Qodirovni nimasi dushmanlari sizga qarshi gapiryaptimi? Yo Jo'rayevlardan gap so'z bo'ldimi? Meni qisadigan buvisini qonida. Esinglardan chiqmasin. Meni qisadigan buvisini qonida. Hali tug'ilmagan men bemalol katta ketib gapiraman. Meni qisadigan tug'ilmagan, lekin men o'zim tormozimni bosdim. Nima uchun? Men xohlamadim. Shuncha anaqa qildim. Gaplar gapirdim, boshqalar qildim. Qo'llab-quvvatlagan ham bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Lekin men уже mag'zavas chiqib ketdi. Чересчур mag'zavas chiqib ketdi. Shuning uchun boshqa mavzular, juda ham mavzular ko'p. Bilasizlarmi? Asaka tumanida ham juda ham negativ gaplar ko'p. Lekin nima uchun Asaka tumanida men anaqa qilmayman, bilasizlarmi? Negativ qilib chiqarmayman. Gap qo'rqishda emas. Bir kun tuz yegan joyingga 40 kun salom degan ekan. Endi o'ylab qo'yaveringlar. Bir kun tuz yegan joyingga 40 kun salom degan ekan. Endi bir kun emas, meni Asaka tumanida juda ham ko'pchilik nima qilgan, yordam bergan, qo'llab-quvvatlagan, yo'lagan. Undan tashqari bo'lsa, birinchi bo'lib meni boshimni silagan Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Koshakboyevich. Bu Asakani negativini olib chiqqanim bu minusi Andijon viloyat hokimiga emasmi? Yana bir narsa. Hurmatli asakaliklarim, shu menga nima murojaat jo'natayotganlarim. Nima uchun sizlar hamma menga o'rgatibsizlar? Vazirlar Mahkamasini palon qaroriga asosan siz gapirib chiqing, mashlarda albatta gapirib chiqing. Kechirib qo'yasiz. Siz bilgan qarorni
Siz bilgan qarorda. Balki men bilmagandirman. Siz mendan zo'r gapiryapsiz. Siz menga вообще dars berib tashlayapsiz. Mana bo'lib chiqing deb. Menga qarang, kechirib qo'yasiz. Menda bor til, sizda ham bor. Menda bor yuz, sizda ham bor. Kerak bo'lsa chiroyligi bor. Men ayol kishiman. Siz erkak kishisiz. Jonginam. Ko'proq erkaklardan kelyapti-da, ayollardan ham bo'lyapti. Erkaklardan ham kelyapti. Men bo'lsa bu narsani xohlamayman olib chiqishni. Hozircha bu gapimni, hozircha mana shu gaplarim xudo xolasa boshqa mavzu bilan xudo xolasa ertaga chiqaman. Ko'rinib turing Iroshkaxon, nima yo'qsiz u bu deganlar uchun mana ko'rindim. Judayam kayfiyatim yaxshi, chunki mana eshikni ochib qo'yganman. Tashqarida yomg'irli havolarni ko'ryapsizlar, nihoyatda yaxshi. Shuning uchun ham kayfiyatim yaxshi va shu asnoda men sizlarga bilasizlarmi, efirimni oxirida o'qib tugatmoqchiman. Shu bitta she'r jo'natgan ekan. Bittasi ismini aytmay qo'yaveray. Iltimos shuni o'qib anaqa qilib bering Iroshkaxon degani uchun. Ko'p ham xunob bo'lma nafsing yo'lida. Noshukrlik qilib aylama riyo, taqdiring bitigi haqning qo'lida. Kimlardan qolmaydi bu ko'hna dunyo. Xudo xolasa qolganini ertaga o'qiyman. Hozircha shunaqa gaplarim telefon qilib berishyapti. Hozircha shunaqa gaplarim. Xudo xolasa ertaga yana gaplashamiz. Barchalarga xayrli oqshom tilagan holda hurmat bilan Siddiqova Nilufar Erusha taxallusosida. Barchalarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Imkon qadar agar meni gaplarim yoqqan bo'lsa, bittadan lakilarni ayamaysizlar degan umiddaman. Hozircha shunaqa gaplarim. Xudo xolasa ertaga ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.